Men ustoz muhim narsani tushuntirayotganlarda gaplarni shartta bo'lib tashqariga chiqib kelsam maylimi deydigan qo'shima. Men darsga atilab kech qolaman, chunki ustoz darsi boshida 10-15 minut uyga vazifa so'raydilar. Men bo'lsa suvdan quruq chiqib ketaman. Boshqa ahmoqlar gap eshitib yurganda, men aqlli bitta o'q bilan ikkita quyonni uraman. Ham dars qilmayman, ham gap eshitmayman. Aman, ustoz qanaqadir so'z aytsalar, o'xshasa, o'xshamasa, ustoz bu so'z sinonim bo'la oladim deb o'zim gapimni tiqishtiraman. Bunaqa qilishimiz sababi o'zimni hammadan aqlli qilib ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Men ustoz bir narsani tushuntirganlardan keyin o'sha narsani qayta va qayta so'rayman, chunki ularni sabrini sinashni yaxshi ko'raman. Sizlarniki hech narsa emas. Meniki eng zo'r. Men dars qoldirib, keyin ustoz uyga vazifani o'zimga Telegramdan shaxsan tashlaganlaridan keyin keyingi darsda nega darsga tayyormassan desalar, ustoz darsda yo'q edimi deb o'zimdan spon yoqib oladigan o'quvchiman. Genial.